Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Ko'p qavatli uyda noqonuniy qurilish qilish nafaqat qonunbuzarlik, balki yuzlab insonlar xavfsizligiga tahdid hamdir. Toshkent shahrining Yashnobod tumanida xonadon egasi tomonidan ko'p qavatli bino tayanch devorining buzilishi aniqlanib, unga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Poytaxtimizning Yashnobod tumani Istiqlol mahalla hududida joylashgan ko'p kvartirali uy mulkdorlar tomonidan yo'llangan murojaat Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'rganildi. O'rganish davomida mulkdor ko'p kvartirali uyning asosiy tayanch devorini buzib, undan eshik ochgan hamda to'siq devorlarni buzib tashlagani ma'lum bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, bu kabi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan buzish ishlari ko'p kvartirali uyning seysmik barqarorligiga hamda davriyligiga jiddiy xavf soladi. Mazkur huquqbuzarlik yuzasidan xonadon mulkdoriga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 159-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda holatni avvalgi holiga qaytarish yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatma berildi. Agarda mulkdor yozma ko'rsatma talablarini belgilangan muddatda bajarmagan taqdirda fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar aro sudiga da'vo arizasi kiritilishi haqida ogohlantirildi. Mutaxassislar fuqarolarni ko'p qavatli uylarning tayanch va tayanch bo'lmagan devorlarini o'zboshimchalik bilan buzmaslikni, bino loyihasiga zid bo'lgan qurilish ta'mirlash ishlarini amalga oshirmasliklarini so'rab qoladi. Sohiba Akromova, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.